Hurmatli tinglovchilar, agar siz hali YouTube kanalimizda e'lon qilinmagan maxsus hikoyalarni ham tinglashni istasangiz, sizni Telegramdagi maxfiy VIP kanalimizga taklif qilamiz. Kanalimizda quyidagi hikoyalarni tinglashingiz mumkin. Yangi yil kechasidagi qotillik 2-qism. Qishloq chetidagi maktab. Qishloqda paydo bo'lgan g'alati qorbobolar. Tog'dagi kulba. Otamning o'rmondagi kulbasi. Bu yerga kelmasligingiz kerak edi va tashlandiq shaxtadagi tungi smena. Bundan tashqari bir necha katta qismdan iborat o'yin oxirigacha tirik qol nomli hikoyamizni ham faqat shu kanalda tinglashingiz mumkin. Maxfiy VIP kanalimizga qo'shilish uchun asosiy Telegram kanalimizga o'ting. Biz bilan bog'laning va maxsus hikoyalar olamiga qo'shiling. Jillar oramizda. So'nggi qism. Muallif Mandiyev Beksulton. Ovoz beruvchi Xo'jayev. Hurmatli hikoyamiz tinglovchilari, hikoyamizni boshlashdan avval sizlardan kichik bir iltimosimiz bor. Avvalo, qimmatli vaqtingizni biz taqdim etayotgan hikoyalarni tinglashga ajratib, uni mazmunli o'tkazayotganingiz uchun sizlarga samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Sizning ushbu qimmatli e'tiboringiz biz uchun juda qadrli. Agar hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Chunki obuna bo'lish orqali siz yangi hikoyalarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Eng muhimi esa bizning ijodimiz, mehnatimiz va sifatga bo'lgan intilishimiz davom etishiga katta kuch bag'ishlaysiz. Biz har bir hikoyaga, har bir detalga alohida e'tibor bilan yondashishga, sizga yanada ta'sirli, sifatli va esda qolarli ijodiy hikoyalarni taqdim etishga harakat qilamiz. Shunday ekan, kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etishingizni chin dildan istab qolamiz. Rahmat. Endi esa hikoyamizni boshlaymiz. Mashina yetib keldi. Ichki ishlar bo'limi oldida odam juda ham ko'p edi. Tez yordam yetib kelgach, Zilol opa va Nozim opa shifoxonaga jo'natildi. Shifokorlar bilan ham gaplashishdi. Samandarning ahvoli yaxshi. Kamoliddin va Ikrom aka bino yonidan bir qadam ham nari ketmagandi. Ular shu yerda turishdi va yordam kuchini kutishdi. Yordam kuchi biroz avval yetib kelgandi. Bino tashqarisida 80 ga yaqin odam turar va hech kim ichkariga kirishni xohlamasdi. Sababi yordam kuchi yetib kelgan vaqt tergovchining ogohlantirishiga qaramasdan 5 kishi qurollanib ichkariga kirishdi. Afsuski, ulardan faqatgina 2 kishi qaytdi. Ulardan birining jag'i qiyshayib qolgan, ikkinchisining esa chap qo'li singan edi. Qor keldi, qor keldi, qor keldi. Odamlar orasidan bir necha kishi mashinadan tushgan masjid imomini ko'rib qichqirdi. Hamma u tomon yurishdi. Tergovchi endi sezdi. Allaqachon bir necha jurnalistlar ham yetib kelishibdi. Bir necha blogerlar video olishmoqda. Ichki ishlar bo'limi jonlandi va odamlarni tarqatishga urindi. Hademay odamlar ko'chani to'ldirishadi. Bugundan bolalar maktabga chiqishadi. Shu vaqtgacha hamma joyni tinchitib olishsa hamma uchun foydali bo'lardi. Qori sharqqa qaradi va quyoshning chiqayotganini ko'rdi. Quyosh iblisning shoxlari o'rtasidan chiqyapti. U shunday deya tergovchi va Ikrom akaning yoniga keldi. Assalomu alaykum. Qori salom berdi. Ikrom aka shoshib uning yoniga keldi. Assalomu alaykum Qori aka. Qizimga yordam bering. Ikrom aka ko'zlari jovdirab imomga qaradi. Alloh hammamizga kuch-quvvat bersin. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Qori nazoratxonasi tomon yurdi. Mustafa ham ortidan ergashdi. Men ham siz bilan boraman. Ikrom aka ortidan yurdi. Iltimos shu yerda qoling. Shu yerda qolsangiz biz xursand bo'lardik. Bu yog'ini bizga qo'yib bering. Qori shunday deya ichkariga shoshildi. Kamoliddin Ikrom akaning yelkasiga qo'l qo'ydi. Nazoratxonasida turgan 2 xodimning jasadi ariq ichidan topildi. Ular ham xuddi eshik yonida vafot etgan nazoratchi kabi ko'zlari o'yib olingan va erkakligi sug'urib olingandi. Ariq ichidagi jasadlar olib chiqildi. Ammo binoning oldi qismidagi Manzirat xolaning jasadi va ichkarida vafot etganlarning tanalarini olib chiqishni hech kim xohlamasdi. Aniqrog'i qo'rqishardi. Bino ichiga kirishga hamma qo'rqardi. Bismillah.
Qori nazoratxonasiga qadam qo'yarkan ilk aytgan so'zlari shu bo'ldi. Mustafo ham shunday deya ortidan ergashdi. Bu ko'rkam yigit 21 yoshda edi. Odamlar orasidan ovoz eshitildi. Mana azizlarim, biz ichki ishlar bo'limi yonidamiz. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar ichki ishlar bo'limi. Bir necha xodimlar vafot etgan. Bu qizning ichiga jin kirgan. Kecha tunda o'z singlisini o'ldirgan 17 yoshli qiz. Qiz ichkarida. Uning yoniga Roqiy va shogirdi kirib ketdi. Ulardan avval ichkariga kirgan 5 xodimdan ikkitasi qaytib keldi. Bugun 10-yanvar tongi. Voqealar rivojini bilib borish uchun obuna bo'lishni unutmang. Qaytgancha video olayotgan qorachadan kelgan yigit so'zlarini tugatmasdan Kamoliddin uning qo'lidagi telefonini olib qo'ydi. Odamlarning ko'zlari ikkalasiga tushdi. "Hoy, bu nima qilganingiz? Bering telefonimni." Bloger yigit Kamoliddinga qo'l cho'zdi. "Bu yer sen o'ynaydigan joy emas. Tuyog'ingni shiqillat." Tergovchi engashdi va uning quloqlariga gapirdi. "Men ichki ishlar bo'limi hududida emasman. Birovning shaxsiy buyumini tortib olishga haqqingiz yo'q. O'z huquqlaringni juda yaxshi bilar ekansan." Kamoliddin qo'lini tepaga ko'tardi va telefonni sement ustiga urdi. Sement ustiga urilgan telefon chil-chil bo'ldi. "Hoy, bu nima qilganing?" baqirdi yigit. "Ikromaga o'zim hal qilaymi yo o'zingizmi?" Tergovchi Ikromaga qarab gapirdi. "O'zim." Ikromaga shunday deya tezlik bilan keldi va yigitning yuziga musht tushirdi. G'azab va alamdan yig'ilib qolgan kuch blogerga nasib qilgan ekan. Yigit telefoni yoniga yiqildi. U oddiy fuqaroga tuhmat qilib, uni internet sahifasiga joylayapti. Biz bunga shunday qarab turmaymiz. Kimdir haqida yolg'on ma'lumot tarqatish katta jinoyat. Roqiy va Mustafo bino ichkarisiga kirishdi. Mustafoning quloqlariga har xil so'zlar eshitila boshladi. "Hech narsaga e'tibor berma. Faqatgina Allohga ishon va zikr keltir. Oyat-al Kursini o'qi." Ular o'ng tomonga yurib, uzun yo'lakka o'tishdi. Shovqin juda ham baland edi. Zal bo'ylab joylashgan eshiklar ochilib yopilarkan, butun bino ichida shamol bo'layotgandek edi. Har bir eshik har vaqt ochilib, baland ovoz chiqarardi. Chap tomonda joylashgan derazalar navbat bilan chil-chil bo'lib sina boshladi. Ikkinchi qavatda bolalarning yugurishi va xixiylab kelishi eshitildi. Mustafo qo'rqa boshlagandi. Sababi u bunday holatni birinchi marta ko'rayotgan edi. "Va nihoyat qaytdinglar. Ojiz va qo'rqoq odam farzandi. Senlarni bir deganda yo'q qilaman. Ey Allohning maxluqi, men senga Allohning kitobi va rasulining sunnati bilan nasihat qilaman. Bu insonning tanasiga kirib, unga ozor berish bilan sen katta zulm qilyapsan. Zulm esa Alloh taolo tomonidan harom qilingandir. Senga Allohdan qo'rqishni eslataman. Bu begunoh bandaning tanasidan zudlik bilan chiqib ket. Ey Allohning dushmani chiq. Ey Allohning dushmani chiq. Senga bu tana ichida turish halol emas. Allohning buyrug'iga bo'ysun va bu insonni tark et. Agar chiqib ketmasang, Allohning kalomi, Qur'on oyatlari bilan senga azob bo'ladi. Alloh buyukdir. Uning qudrati oldida sen hech kimsan. Allohning nomi bilan, uning izni va kuchi bilan chiqqin bu tanadan." Bir zum hamma joy jimlikka cho'mdi. Eshiklar ochilishi, bolalar shovqini va kulishi yo'qoldi. "Sen menga hech narsa qila olmaysan. Men juda ham qudratliman. Sen esa hech qanday kuchga ega emassan." Yo'lak oxiridagi xonadan dag'al ovoz eshitildi. "Men odam farzandiman va Allohga iymon keltiraman. U bizni yolg'iz qo'ymaydi." Qori shunday dedi va yo'lak bo'ylab oxirgi xonaga qarab yura boshladi. Qori va Mustafo xona eshigi yonida to'xtadi. Xona ichida kuchli shamol bo'lardi. Bu xonadagi bor narsalar shamolda ko'tarilib, devorga qayta urilardi. Qori eshikdan ichkariga kirdi. "Allohning buyrug'iga bo'ysun va bu tanadan chiq. Chiqib ketmasang, Qur'on oyatlari senga azob bo'ladi." Xona ichidagi shamol to'xtadi va havoga ko'tarilgan hamma narsa yerga tushib ketdi. "Birinchi senlar boshladinglar. Mening farzandlarimni kuydirib o'ldirgan senlar. Odam farzandlari. Men oxirgacha qasos olaman. Senlarning menga kuchlaring yetmaydi." Robiyaning ichidagi jin juda ham baland va qo'rqinchli ovozda gapirdi. "Bismillahirrohmanirrohim. Allohu la ilaha illa huval hayyum qayyum." Iblis baqira boshladi.
Ovozingni o'chir, la'nati. Jinlarga qarshi odamlar urush ochdi. Ular bizning bolalarimizni o'ldirdi. Biz qasd olamiz. Robiya ikki qo'li bilan panjarani ushlab silkilay boshladi. Temir panjara qiyshayib ketdi. Sizga hech kim urush ochmadi. Bo'lgani voqealar tasodif. Roqiy ham unga javoban baland ovozda gapirdi. Biz sizga zarar bermadik. Senlarning hayotingga aralashmadik. Robiya tepaga qarab kuldi. Ularning nomidan, qizning nomidan men kechirim so'rayman. O'zingni qiynamasdan bu tanadan chiqib ket. Alloh odamlarni ham, jinlarni ham ibodat uchun yaratdi. Bu foniy dunyoda Allohning yaratgan bandalariga zarar yetkazsang, do'zax olovida yonasan. Allohning yaratgan bandasini tinch qo'y. Agar sen uning tanasini tark etib, islomni qabul qilsang, inshaalloh sen jannatiy bo'lasan. Vallohu alam. Roqiy Robiyaga qarab gapirdi. Men shunday ketishim kerakmi? Meni bu tanadan chiqarishga kuching yetmaydi. Hech qanday duoying va zikrlaring ish bermaydi. Bir harakatim bilan seni majaqlab tashlashim mumkin. Urg'ochi jinmisan yo erkak? Urg'ochi, deya yovvoyi hayvonlardek bo'kirib yubordi. Sen onasan. Ahvolingni tushunib turibman. Ammo sen ham allaqachon bir norasidani o'ldirding. Uning onasi ham sen kabi azoblanyapti. Oilani tinch qo'y va tanani tark et. Aks holda qiynalasan. Hech qachon mening kuchimni ko'rib qo'y. Robiyaning ichidagi jin qo'llarini ikki yonga cho'zdi va osmonga qarab baqira boshladi. Mustafoning quloqlariga shivirlash eshitildi. Mening kuchimni ko'rib qo'y. Sen va ustozing o'lasan. Qo'llaringdan hech narsa kelmaydi. Mustafoning ko'z oldi qorong'ulashib ketdi. Bir zum hech narsani ko'rmay qoldi va ko'zlarini ochdi. Xona butunlay qorong'u edi. Ortiga qaradi. Uzun yo'lak shovqinga to'la edi. Ko'zlari yo'lakda turgan olovrang jinlarga tushdi. Ularni sanab bo'lmasdi. Ular juda ham ko'p edi. Deraza tokchalariga chiqib olgan, eshik ustiga osilib olgan va har bir qarish yerda shovqin ko'tarib baqirishardi. Mustafo karaxt bo'lib qoldi. Ko'rayotgan narsalariga ishona olmadi. Boshini burdi va xona ichiga nazar soldi. Xona ichi tartibsiz va hamma joy axlatga botgan edi. Mustafo, ovoz panjara tomondan eshitildi. Yigit Robiya turgan tomonga qaradi. Qorong'u, ammo shu qorong'ulikda ham panjara ichida turgan, tanasi qip-qizil bo'lib yaltirayotgan iblisni payqash qiyin emasdi. Mustafoning quloqlari ostida Oyatal Kursi so'zlari yangradi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Roqiy oyatni o'qishda davom etar. Oyat butun bino bo'ylab yoyildi. Mustafo ortiga qaradi. Yo'lak bo'ylab tarqalgan jinlar ortga qochayotgan edi. Ammo eng qizig'i tong otgandi. Ammo hozir Mustafoning ko'zi bilan ko'rganda tun edi. Jin uning ham ongini egallamoqchi bo'lgandi. Bu Robiyaning ichidagi jin emasdi. Bu o'sha uzun palto kiygan erkak jin edi. U yigitning ichiga kira olmasdi. Sababi yigitning iymoni va aytilgan oyatning kuchliligida edi. Jin ichiga kirmadi, ammo Mustafo jinning ko'zi bilan ko'ra boshlagandi. Ustoz, qayerdasiz? Yigit ovoz kelayotgan tomon yurdi. Hamma joy qorong'u edi. Ovoz eshitilsa-da, Roqiy ko'rinmasdi. Roqiy oyatni davom ettirarkan, Mustafo panjara ichida tanasiga olov purkalayotgan jinni ko'rdi. Olov panjara tashqarisidan purkalar va ifritning tanasini yondirardi. Buni Roqiyning o'zi ko'ryaptimi? Yo'q, aniqmasdi. Ammo u aytayotgan oyat iblisga olov bo'lib yetib borayotgandi. Mustafoning yana ko'z oldi qorong'ulashdi. Burun yo'llari achishib ketdi va tomog'iga nimadir tiqildi. Ustoz, to'xtamang, uning tanasi yonyapti, baqirdi Mustafo. Roqiy Oyatal Kursini takror va takror o'qidi. Mustafo esa uning ortida ko'zlarini yumib turardi. Aldayapti, u yolg'on gapiryapti. Sening duolaring menga ta'sir qilmaydi. Sen ojiz va kuchsizsan. Roqiy buni yaxshi bilardi. Oyatal Kursi o'qilarkan, oyat olov bo'lib jinlarni kuydirardi. Ammo ifrit ham eng ayyor va mahmadona jindir. U mag'lubiyatni va og'riqni tan olmaydi. Tanasi yonib ketsa ham yolg'on gapiradi. O'zini hech nima bo'lmayotgandek tutadi. Biroq u chekayotgan azobini bildirmaydi. U oxirgi kuchi qolgunicha qarshi turadi. Mustafoning ko'zlari yana o'z holiga qaytdi.
va Robiyani ko'rdi. Ustozi yonida turib, Oyat-al Kursini takrorlar, Robiya esa panjarani ushlagancha qotib turardi. Uning peshonalaridan mayda-mayda ter oqardi. Ko'zlari Roqiyga qarab qotib qolgandi. Robiya bor kuchda baqirdi. Uning ovozi quloqni qomatga keltirdi. Robiya polda emas, panjaraning tepasida osilib turardi. U panjara temirlarini ikki qo'li bilan tortardi. U panjara ichidan chiqib ketmoqchi edi. U Oyat kuchiga dosh bera olmayotgan edi. Robiya panjara tepasida maymunlardek osilib turdi va qiyshaygan temirlar orasidan chiqib ketdi. U tezlik bilan devor yuziga o'rmalab ketdi. Mustafo ortiga qaradi. Ikrom aka kirib kelgandi, ammo Roqiy va Mustafoga yaqinlashmasdi. "Nega keldingiz?" baqirdi Roqiy. Robiya Ikrom aka tomon tashlandi. Roqiy esa uni panasdan olish uchun yoniga otildi. Roqiy Ikrom akani pana qildi. Ikrom aka esa qo'lidagi pichoqni Robiya o'rgimchakdek shiftga o'rmalab eshik tomonga Ikrom akaga tashlandi. Ikrom aka eshikdan kirgan zahoti qo'lidagi pichoqni Roqiyning orqasidan ko'tardi. "Yo'q!" Mustafa ustozi tomon otildi. Roqiy bu vaqtda oyatning oxirini o'qib tugatgan va qaytadan boshlagan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu la ilaha illa huval qayyum. Roqiyning bu safarga aytgan oyati avvalgilariga qaraganda baland va kuchli chiqdi. Ikrom aka pichoqni ko'targancha qotib qoldi. U o'ng qo'lida pichoqni sanchishga tayyor holda tepaga ko'tarib turar, ammo qo'li harakatga kelmasdi. Oyat-al Kursidan taralayotgan kuch uni Roqiyga yaqinlashishga yo'l qo'ymasdi. "Amaki, nega unday qilyapsiz?" Mustafo Ikrom akaga qarab qoldi. U hayratda edi. Nega yordam bermoqchi bo'lgan insonni o'ldirmoqchi? Roqiy, Alloh kuch va quvvat bergan, o'z oyati bilan himoya qilgan bandasi. Imom oyatni qayta tugatdi. Ammo bu safargi aytilgan oyat o'zidan qandaydir kuch tarqatayotgani bilinib turardi. Mustafo Ikrom akaning qo'liga tarmashmoqchi bo'ldi, ammo imom o'z shogirdini qo'li bilan ishora qilib to'xtatdi. "Ey Allohning mahluqi, senga Alloh oyati bilan aytaman, bu yerdan ket. Inson ko'ziga ko'rinmaydigan joyga, Alloh quvgan sahrolarga daf bo'l." Roqiy Allohning qudratiga va uning oyatiga iymon keltirib, iblisga buyurdi. Ikrom akaning qo'lidagi pichoq yerga tushib ketdi. Ikrom aka biroz qaltirab qoldi va yo'q bo'lib ketdi. U havoda oz va ko'rimsiz tutunga aylandi va o'zidan shamol hosil qilib xonadan chiqib ketdi. "La'nati!" Shiftda osilib turgan Robiya baqirib yubordi. Mustafo ovoz kelgan tomonga qaradi. Robiya unga qarab kelayotgan edi. Hozirgina tutunga aylanib yo'q bo'lib qolgan Ikrom akaning jin ekanligini bilgan Mustafo o'ziga qarab otilgan Robiyani ko'rib orqaga qochmoqchi bo'ldi. Ammo ustozi aytgan, Oyat-al Kursini o'qi, ular senga tegina olmaydi. So'zlari xayoliga keldi. U ortiga chekinmadi va joyida to'xtadi. Ustozi aytayotgan oyatning muborak jumlalarini qo'shilib takrorladi. Robiya unga yaqin keldi, ammo Ikrom akadek qotib qolmadi. U ortiga qaytib ketdi. "O'zingni qiynama, tanani tark et, qizni ham, o'zingni ham qiynayotganingni bilaman. Bas qil. Sen qasos olib bo'lding. Senga yana nima kerak?" Imom Robiyaga qarata baland ovozda gapirdi. Robiya shiftda osilib turardi. U tezlik bilan boshini Roqiy va shogirdi tomon burdi. U soniya o'tmasdan yerda paydo bo'ldi. "Men hali qasosimni olib bo'lmadim. Men avval ikkingni o'ldiraman, keyin esa bu tanani." Jin Robiyaning tanasini ko'rsatdi. "Shunda qasos olingan deb hisoblayman va men ketaman." Robiyaning ichidagi jin shunday ovoz chiqardi va bir qadam oldinga yurdi. "Seni bunday qilishingga yo'l qo'ymayman. Men kelajakni ko'ryapman. Unda sen shu xonada qonga belangancha so'nggi nafasingni olyapsan. Shogirding esa bo'laklarga bo'linib tipirchilayapti." Ifrit shunday deya erkak ovoziga o'xshash holda baqirib kuldi. Roqiy qaddini tik tutgancha jilmaydi. "Sen kelajakni ko'ra olasanmi?" "Ha, men sening qanday o'lishingni ko'ryapman." "Ey yolg'onchi va makkor ifrit, sen Allohning rejasidagi biror narsani oldindan bila olmaysan. Sen hatto bir soniyadan keyin nima bo'lishini ham bila olmaysan. Sen g'aybni bilish uchun osmonga ko'tarilganingda senga olovli yulduzlar otiladi.
yoki olov purkaladi. Allohning elchisi Muhammad sallallohu alayhi vasallam senga g'ayibni eshitmasliging uchun to'siq qo'ygan. Sen hech qachon g'ayibni oldindagi voqealarni bila olmaysan. Sen yolg'onchi va makkorsan. Roqiy baland ovozda gapirdi. Mustafoning ham bundan xabari bor edi. Robiya ularga qaragancha hamon dahshatli kulib turardi. Yo'q, men bilaman. Menga hech kim qarshilik qila olmaydi. Menga hech kim to'siq qo'ya olmaydi. Mening qudratimning chegarasi yo'q. Ifrit asabiylashib, Roqiyning gaplarini yolg'onga yo'yardi. Hamma narsadan xabardor, ammo hech qaysi haqiqatni tan olishni xohlamaydigan Ifrit baqira boshlagandi. Ifrit, bu tanani tark et. Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Ifrit to'xtovsiz baqirar va qo'llari qiyshayib ketardi. Uning qo'llari orqaga qaytdi. Oyoqlari bukilib ketdi. Payg'ambar o'z Parvardigoridan unga nozil qilingan narsaga iymon keltirdi. Mo'minlar ham, ularning barchasi Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga va payg'ambarlariga iymon keltirdilar. Uning payg'ambarlaridan birortasini ajratmaymiz, dedilar va aytdilar: eshitdik va itoat etdik. Ey Parvardigorimiz, mag'firatingni so'raymiz. Qaytish faqat sengadir. Baqara surasi 285-oyat. Robiya yerga bukilib qoldi. U yerda yotar, barmoqlarini har xil shaklga keltirar edi. Mustafo ko'rdi. O'ng qo'lining barmoqlarini ko'rsatkich va o'rtasini ko'rsatdi. Chap barmoqlari bilan esa bosh, ko'rsatkich va jimjilog'ini ko'rsatdi. U ikki qo'lini shu holda ko'targancha polda qiyshiq holda o'tirdi. Mustafo bu belgilar shayton ishoralarini ekanligini yaxshi bilardi. Roqiy ham uning qiynalayotganini, ammo buni tan olishni xohlamayotganini, o'zi kuchlidek, go'yo unga hech narsa ta'sir qilmayotgandek tutayotganini bilib turardi. Ifritning tanasi kuyib borar, har bir muborak oyatning bir jumlasi aytilganda yanada qiynalardi. Ammo u oxirgacha kurashadigan va mag'lubiyatni tan olmaydigan maxluqlardan biri edi. Ifrit bor kuchini to'pladi va yana o'rnidan turdi. Roqiy ovozini yana balandlatdi. Robiya tanasidagi jin qaltiray boshladi. Buni Robiyaning oyoq-qo'llari qaltirashdan sezish qiyin emasdi. U qo'llarini ko'tardi va bo'yniga olib bordi. Kalta tirnoqlari bilan bo'ynini tirnay boshladi. Tirnoqlarini bo'yniga chuqur botirgani sabab har tirnaganda bo'ynidagi qizarish kattalashardi va qonga aylanib borardi. Men bu tanadan chiqib ketsam, u ham o'ladi. Ifrit tag'al va baland ovozda baqirdi. Imom javob o'rniga oyatni yanada balandroq o'qidi. Robiyaning qo'llari shiftga qarab cho'zildi. Boshi ham osmonga qaradi. Og'zi katta ochildi va bo'g'ziga nimadir tiqildi. Mustafo xursand bo'lib ketdi. U bilardi, jin og'iz va burun orqali kiradi. Chiqquncha ham shu joylardan chiqadi. Robiya to'xtovsiz yo'talar va qayd qilardi. Bo'g'ziga tiqilayotgan narsani tashqaridan olib tashlashga urinar va bezovtalanib bo'ynini tirnalardi. Robiyaning ko'z, bo'yin va ko'krak qismidagi tomirlari bo'rtib chiqdi. Uning tanasidan ter dumalab oqardi. Uning tomirlari harakatga kelgandek qimirlayotgandek edi. Go'yo ifrit uning qoni ichiga singib ketgan. Robiya tanasida suyagi yo'qdek yerga yiqildi. U hushidan ayrilgandi. Nihoyat jin uni tark etdi. Quyosh qish bo'lsa-da iliqligi bor. Ichki ishlar bo'limi darvozasi ortida ichkaridagilarni kutib turgan odamlar sabrsizlana boshlagandi. Menimcha ular ham o'lishdi. To'g'ri, tirik bo'lishganida shu vaqtgacha chiqishardi. Sizlar ichki ishlar bo'limi xodimlari bo'lsangiz, xabar olib chiqsangiz nima qiladi? Dedi yelkasiga julli ro'mol tashlab o'tirgan ayol. U qo'lidagi oq paketda pista ushlab o'tirar, qo'llari sovuq qotganidanmi, yo g'iybat qilib jag'i charchaganidanmi chaqishni to'xtatgan edi. Siz shunchalik qiziqyapsizmi? Dedi Dilshod. Qiziqmayapman, xavotir olyapman. Ayol shunday deya o'tirgan joydan qo'zg'alib qo'ydi. Aniqrog'i g'iybat qilishingiz uchun ma'lumot to'playapsiz. Dilshod ayolga gapirdi. Ey, ovozingni o'chir. Sen menga aql o'rgatish o'rniga qo'llab qo'ygan shimingni tozalab ol. Ayol yigitning ustidan kulib gapirdi. Dilshod boshidan o'tkazgan narsalarni faqat o'zi va yaratgani bilardi.
ayolga gapirmoqchi bo'ldi. Ammo erkaklik nomusiga ayol bilan tortishish to'g'ri kelmasligini o'yladi. Dilshodning shimi nam edi. Shuncha voqea sabab o'ziga e'tibor berishni ham unutgandi. Tergovchi Dilshod tomonga yurdi. "E'tibor berma. Sen biz uchun katta yordam berding", deya yelkasiga qoqdi. "Ha, aytgancha, kecha Robiya haqida g'iybat qilib, unga tuhmat qilgan ayolning jasadi ana bino yonida yotibdi. Balki jinlar uni qilgan g'iybat uchun o'ldirgandir. Bu menga qorong'u, ammo shuni bilamanki, u hayotdan ko'z yumishdan oldin anchagina bir qizga tuhmat qilgandi. G'iybat va tuhmat yaxshi narsa emas." Ayol joyida g'o'dirlandi, ammo ovozini hech kim eshitmadi. Ichki ishlar bo'limi tashqarisida o'tirgan odamlarning birortasi joylaridan silchishmagan edi. Hatto o'sha videoga olgan va telefonini Kamoliddin sindirgan yigit ham shu yerda o'tirardi. Ko'zini binoning asosiy eshigidan uzmasdan o'tirgan yigit baqirdi. "Ular chiqishyapti!" Ikrom aka eshik tomon qaradi. Rostdan ham katta eshikdan imom ko'rindi. U eshikni ochib turdi. Mustafo esa Robiyani qo'lida ko'targancha tashqariga olib chiqdi. Ikrom aka, Dilshod va Kamoliddin ular tomon otilishdi. Robiya Mustafoning qo'lida hushsiz yotardi. Yigit uning yuzlariga qararkan, Robiyaning go'zalligini endi his qildi. Uni hech qachon bunday yaqindan ko'rmagandi. Ichiga jin kirgan vaqtdagi dahshatli va qo'rqinchli qiyofadan hozir darak ham yo'q edi. Uning bo'ynidagi tirnoq bilan shilingan terisidan tomchilagan qon ko'kraklariga oqqandi. Ikrom aka yugurib kelib qizining ahvolini so'radi. Imom hammasi joyida ekanligini, hozir esa tez tibbiy yordam kerakligini aytdi. Kamoliddin darvoza tashqarisida kravatni tayyor qilib turgan tez yordam xodimlariga qichqirdi. Ular kravatni darvoza yoniga olib keldi. Mustafo qizni sekinlik bilan yotqizdi. Hamshiralar uni mashinaga chiqarishdi. "Mustafo, sen u bilan bor. O'ziga kelishi bilan meni chaqirasan", dedi imom. Ikrom aka ham mashinaga chiqmoqchi bo'ldi, ammo Kamoliddin uni o'zi bilan oldi. Robiya shifoxonaga olib ketildi. Odamlar ham bo'layotgan holatni video tasvirga olib tarqala boshladi. Bo'lim xodimlari ichkariga qadam qo'yarkan, yuraklaridagi qo'rquv va vahimani bir chetga surib kirishdi. Binoning hamma joyida biror kim qarab turgandek sezilardi. Hamma joy qo'rqinchli va vahimali bo'lib qolgandek edi. Jasadlar tashqariga olib chiqildi. 7 ta tana mashinalarga joylandi va markaziy shifoxonaga olib ketildi. Bo'lgan voqealar tez orada tonggi dasturlarda va xabarlarda ko'rsatildi. Bo'lgan voqeani hamma o'zi xohlagan yo'sinda tahlil qildi. Kimlardir qiz aqldan ozgan desa, qolganlar rostdan ham jin kirganligiga ishonishdi. Hamma jurnalistlar shifoxona atrofida to'plangan va bo'lgan voqeani kimdir batafsilroq tushuntirib berishini kutardi. Ko'pchilik Robiya o'z holiga kelganida ham baribir qamalishini bilardi, chunki qotillikka qo'l urganlar o'zida bo'lmagan bo'lsa, uni biror kasallikka yo'yishadi. Ichiga jin kirgan jumlasi uni ozodlikda qolishiga sabab bo'la olmasdi. Quyosh ko'tarilib peshin bo'ldi. Kasalxonada Nozima, Zilola, Ikrom aka va Samandar o'zlariga kelib qolishgandi. Robiya hamon hushsiz yotar va yuragi juda ham sekin urardi. Bu to'qnashuvda jabr ko'rgan Hulkar bo'ldi. U begunoh bo'lib jannat tomon yo'l oldi. Zilola opa nima qilishini bilmasdi. Goh 3 yoshli qizining o'ligi yonida dod solar, goh Robiyaning yoniga kelib yig'lardi. Samandar esa dadasining yonida turgancha nima bo'lganiga tushunmasdan turardi. Mustafo hamon Robiyaning yonida edi. Robiya o'ziga kelsa, unga bo'lgan voqeani imomdan boshqa hech kim tushuntira olmasdi. Bir insonning qilgan kichkina xatosini deb 10 ga yaqin inson vafot etdi. Aslida bu xato kichkina emasdi. Buni shunchaki odamlar kichkina xato sifatida ko'rishardi. Robiya o'ziga kelmagan bo'lsa ham prokuratura bor. Ishda uni aybdor hisoblayotgan edi. Ichki ishlar bo'limi butunlay tekshirib chiqildi. Kameralar ishlagan va o'chib qolmagan. Nazorat xodimlari Manzirat xola va eshik yonida vafot etgan marhumlarning videolari ko'rib chiqildi. Kameradan olingan lavhalarda tuyoqli odam yo yalang'och
bolalar topilmadi. Bu haqida tergovchi Kamoliddin, Ikrom aka, Nozima opa va Dilshod gapirib berdi. Bularning barchasi qo'rquv natijasida ko'zga ko'ringanligini ta'kidlashdi. Bundan hayratda qolgan Dilshod hammasi haqiqat ekanligini bir necha bor aytib o'tdi. Jasadlar tekshirib chiqilganda hammasining qattiq qo'rquv natijasida yuragi yorilgani aniq bo'ldi. Aftidan ularning ham ko'zlariga biror qo'rqinchli narsa ko'ringan deb topildi. Ularning jinsiy a'zolarining ezilib ketganligi esa biror qattiq narsa bosib qolishi bilan ko'rsatildi. Rostdan ham o'lganlarning faqat jinsiy a'zosida emas, balki boshqa joylarda ham devor yoki shunga o'xshash biror narsaga qattiq urilgani yo bosib qolgan izlari bor edi. Kamerada faqatgina chiroqlarning o'chib yongani ko'rindi. Eshiklar rostdan ham ochilib yopilgan. Bunga esa tashqarida bo'lgan qattiq shamol sabab deyildi. Qattiq shamol natijasida derazalar singan va eshiklar ochilib ketgan. Imom va shogirdining ko'rsatmalariga ko'ra Robiya o'zida bo'lmaganligi aytildi. Robiya qamalgan xonada esa kamera yo'q edi. Eng achinarlisi ham shu edi. Qolgan joylardagi kameralardan ko'rilgan tasvirlarda odamlarning bo'shliqqa qarab qotib qolgani, videoda hech narsa ko'rinmasa-da bir nuqtaga qarab qotib qolganligini ko'rishdi. Qo'rquv ichida qolganlar va tunda ko'zlariga qo'rqinchli narsalar ko'ringanlar psixologik huzurga yozilishdi. Marhumlar ko'mildi. Ularning o'limi baxtsiz hodisa deyildi. Hamma narsa aniqlasha boshladi. Ammo Robiya hamon hushsiz edi. Robiya jazoga tortiladi. U faqatgina singlisining o'limi bilan ayblandi. Agar bo'lgan voqea paytida u rostdan ham o'zida bo'lmaganligi isbotlansa, jazo yengillashadi. Eng qiziq tomoni kameralarda faqatgina marhumlar va ko'zlarga narsa ko'ringanlar gapirgan edi. Hech qanday qo'rqinchli sahna va ovozlar kameraga tushmagan edi. Unda faqatgina jabrlanganlarning qichqiriqlari va qadam tovushlari bor edi. Oxirgi xonadan esa faqatgina imomning ovozi eshitilgan. Sababi joylashgan kamera xonada uzoq bo'lgan. Bino ichidan biror bir begona iz yoki binoga tegishli bo'lmagan narsa topilmadi. Hatto begona barmoq izi yo'q edi. Go'yo hamma narsa tozalab olingandek edi. Ammo bino ichida nima bo'lganligini Kamoliddin, Ikrom aka, Nozima opa, Zilola opa va Dilshod bilishardi. Isbotlash uchun esa hech narsa yo'q edi. Bino ichida bo'lganlar psixolog qabuliga borishdan avval imomdan maslahat so'rashni ma'qul bilishdi. Aslida nima bo'lganligini imom hammaga bir vaqtda Robiya hushiga kelganida tushuntirib berishga qaror qilgandi. Zilola opaning qorayib ketgan qo'lini ko'rgan shifokorlar avvaliga kesmasa ahvol yanada og'irlashishi mumkinligini aytishdi. Ammo bunga rozi bo'lishmadi. Bir kun o'tgach qo'li yaxshilana boshladi. Norasidasini qabrga qo'ygan ayol endi qizining qamalishini o'ylab yanada azoblanardi. Hamma Robiyaning o'ziga kelishini kutardi. O'z ko'zi bilan ko'rmagan har bir inson jin degan so'zni rad etishdi. Robiya oradan 3 kun o'tib o'ziga keldi. 13-yanvar. Tongda qo'rqib uyg'ongandi. Onasi va Mustafo yonida edi. Kamoliddin uning hushiga kelganini biroz vaqt yashirdi. Sababi imom u bilan suhbat qurishi kerak edi. U tongi 5larda o'ziga keldi. Imomga qo'ng'iroq qilib chaqirildi. U tezda yetib keldi. O'rtada yig'i boshlangandi. Zilola opa Hulkarning o'limida Robiya sababchi emasligini juda yaxshi bilardi. Robiya hech narsaga tushunmayotgandi. "Qizim, sen meni eshit", imom unga gapirdi. Robiya ko'zlaridagi yoshlarni to'xtata olmasdi. Singlisining vafot etganligini eshitib bo'lgandi. "Bu ishlarda sening hech qanday aybing yo'q. Sen eng muhimi o'zingni ayblama. O'sha kunni eslay olasanmi?" "Yo'q", Robiya bosh irg'adi. Ichingga jin kirgandi. "Bilasanmi, u nega sen va oilangga zarar keltirdi? Sen tunda rakvinaga qaynoq suvni to'kkansan." Robiya esladi. Imom esa tushuntirishda davom etdi. "O'sha vaqtda bismillohni aytmagansan. Shu sababli quygan suving
jin bolalarini nobud qilgan. Agar birgina bismillohni aytganingda, bu so'zdan ular qochib ketgan bo'lardi. Jin shu sababli qasd olish maqsadida ichingga kirgan. Hech qaysi narsani o'z xohishing bilan qilmagansan. Sen o'zingda bo'lmagansan. Qizim, hayoting davomida doim to'g'ri yo'ldan yur va Alloh uchun iymon keltirgin. Bir qancha duolarni yozib beraman. Yod olib qo'ygin. Imom o'z farzandiga tushuntirgandek juda ham oddiy qilib bo'lgan voqeani tushuntirdi. U qorong'ulikdan qo'rqardi, dedi Robiya pichirlab. Kim? Imom hayron bo'lib so'radi. Hulkar. Hulkarning bu dunyodagi umri qisqa bo'ldi, ammo u begunoh edi. Allohning rahmati bilan u jannat bog'larida Ibrohim alayhissalom huzuriga yo'l oldi. Imom qo'lini duoga ochib, marhum Hulkar uchun duo qildi. Ammo ko'rgan narsalarimiz haqiqiy edi-ku, nega tasvirlarda ko'rinmadi? Dedi Dilshod. Ifrit nimalarga qodir? Odamning ongiga vasvasa berishi, qo'rqinchli ko'rinishlar ko'rsatishi, ayrim insonlarni aldashi, ichiga jin kirgan odamning jismoniy kuchini vaqtincha oshirishi, zaif irodali insonlarga kuchliroq ta'sir qilishi, tungi va qorong'u paytda kuchli bo'lishi mumkin. Shunday ekan, ular yolg'iz qolgan vaqtingizda sizni vasvasaga solgan. Allohni iymon bilan yod etib yurarkansiz, ular sizga hech qachon yaqin kela olishmaydi. Oyat al-Kursini tongda o'qisangiz, quyosh botguncha tunda o'qisangiz, quyosh chiqquncha farishtalar himoyasida bo'lasiz. Bismilloh jinlar va odamlar o'rtasidagi pardadir. Ifritning eng katta quroli kuch emas, qo'rquvdir. U odamlarning ongiga vasvasa soladi. Ularga dahshatli narsalarni ko'rsatadi. Ba'zi insonlar bu qo'rquvga bardosh bera olmaydi. Shuning uchun ayrim o'limlar jinning qo'li bilan emas, qo'rquv va vahima oqibatida yuz bergan bo'lishi mumkin. Imom aniqlik kiritib ketdi. U Robiyaga nasihat qilib xonani tark etdi. Hech narsadan qo'rqma. Sudda nima bo'lganidan xabaring yo'qligini aytasan. Kamoliddin qizga tushuntirdi. Hali Robiyaning sog'lig'i yaxshi bo'lmasa-da, sud boshlanib ketdi. Hozir hammadan ham u uchun qiyin edi. U butun umr singlisining o'limida o'zini ayblab o'tishi aniq edi. Sudga Imom, Kamoliddin, Dilshod, Mustafo, Nozima, Ikrom aka va Zilola opalar qatnashdi. Ular guvohlik ham berishdi. Sud Robiyaning hali balog'at yoshiga yetmaganligini va jinoyat vaqtida o'zida bo'lmaganligi sabab uni ruhiy kasalliklar shifoxonasida davolanishini, o'ziga kelganida esa ozod qilinishiga hukm chiqardi. Uning o'zida bo'lmaganligi shifokorlar tomonidan tasdiqlandi. Robiya ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yuboriladi. Uzoq davolanadi, keyin ozod qilinadi. Ammo ozodlik uning muammolarini hal qilmasdi. Singlisining o'limi xotirasi, odamlarning unga ishonmasligi, qotil degan tamg'a o'z vijdoni uning eng katta jazosi bo'ladi. Mustafo esa o'sha kundan beri unga nisbatan boshqacha hislarni tuydi. Yuragi uni kutamiz derdi. Uni hech qachon yolg'iz qoldirmaymiz dedi. Rustam o'sha ko'rkam va chiroyli yigitning qorasi tergov ishlaridan keyin ko'rinmadi. Oradan bir oy o'tdi. Zilola opaning qo'li tuzalib qolgandi. Uy jimjit edi. Hech qanday shovqin yo'q. U o'g'lini ovqatlantirib, dasturxonni yig'ishtirib oldi. O'zining tomog'idan esa ovqat o'tmadi. Ikrom aka Robiyaning yoniga ketgandi. Ayol idishlarni yuvib bo'ldi va qozondagi qaynoq suvni rakvinaga to'kmoqchi bo'lganida ortidan ovoz eshitildi. Oyi, "Xo'p, bolam." Ayol eshik yonida turgan o'g'liga qaradi. "Bismillohni aytdingizmi?" Samandar xavotir bilan qarab turardi. "Ha, bolam," deya ko'zlari yoshlandi va pichirladi. Bismilloh. Mana aziz tinglovchilar, hikoyamiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu hikoya uchun Mandiyev Beksulton muallifimizga
kattakon rahmat. Hikoya haqida o'z fikrlaringizni albatta biz bilan bo'lishing. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha.